Hop, zapisni o'qib oldik. All right, guys. As you can see, this is our first lesson called Digital Frontier. As you can see, there's a cover page suggesting technology vocabulary, speaking prompts, B1 and B2 level. Yeah, just be realistic in speaking. For the multi-level speaking, we're expected to get at least B2 level, but to get the B2 level, ya'ni B2 levelda o'zi yetib olishimiz uchun avval biz B1 vocabulary'ni ham ko'rib olishimiz kerak, qay darajada bo'ladi. O'sha narsaga ham inobatga olishimiz kerak bo'ladi, o'rtoqlar. O'shuning uchun sraziga biz C1, C2 dan boshlamadikda B1, B2 ni ko'rib chiqaylik qanday. Keyin bu yoqda beriladigan hamma savollar aynan bilim va malakalarni baholash agentligi huzuridagi o'sha savol speaking qismidagi beriladigan savollarni birinchi, ikkinchi, uchinchi, 5-6 savollarni o'z ichiga oladi. Bugun rasmiy savollar yo'q. Bilsangiz, speaking 3 ta qismdan iborat bo'ladi. 1 ya'ni birinchi savoldan 3-chi savolgacha. Xo'p, 1-2, 4-chi savoldan 6-chi savolgacha, bilasiz, 4-chi savol rasmiy savol, 5-chi, 6-chi savollar bu follow up. Aynan rasmiy bo'lmasa ham o'shani rasm bergan mavzular asosida bo'ladi. Endi bilasiz, ikkinchi part bu 7-chi savolga to'g'ri keladi. Long term deydi, IELTSda bu part 2. Va 3-chi part ham bilasiz, discussion. Egaz debate topiklar beriladi, o'sha bo'yicha siz gapirishingiz kerak bo'ladi. So guys, let's start. Demak, boshlaymiz. Xo'p, endi bu yerda qo'ldan kelgancha ko'p tushadigan, aynan IELTS kontekstida ham, multi-level kontekstida ham tushadigan 10 ta top savollarni jamlaganmiz. Endi bu yoqda qolib ketganlari ham bor, hammasi ham emas. Mana misol uchun o'quvchilarimizga mana shu oyda tushgan savollar yana biri. Xo'p. Do you like typing or writing degan savol ham tushgan. Bilasiz, typing klaviaturada yozish, writing, handwriting, ya'ni ruchka qalam bilan yozish. Bundan tashqari social media haqida ham savol tushgan. How often do you use social media? Bu yoqda bormikan? Bu yoqda qo'shmabmiz. Xo'p, endi mana shu texnologiyaga oid savollarga zo'r javob berish uchun sizdan 3 ta narsa talab qilinadi. Va aynan sizni baholayotganda ham aynan mana shu 3 ta narsa ko'riladi. Birinchi, eng muhimi o'rtoqlar, bu sizda javoblaringiz relevantmi? Ya'ni mavzu doirasidami? Birinchi narsa shu muhimi. Siz 30 sekund gapirishingiz kerak. 40 sekund gapirib oling, 45, 1 minut gapiring, lekin mavzu doirasida bo'lmaydigan bo'lsa, bu sizga ball bermaydi o'rtoqlar. O'shuning uchun birinchi narsa savolni tushunib, shunga relevant javobni taqdim eta olishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa sizga yetarlicha topic vocabulary kerak. Misol uchun ba'zilarda ideya bo'lmaydi yoki topic vocabulary bo'lmaydi-da, mavzu doirasida overly generalized, ya'ni umumiylashgan, umumiy javoblar beradi. Bu mavzuni to'laqonli qoplab bermaydi, savolga address qilmaydi. Va buni biz bitta zo'r atama bor, beating around the bush, ya'ni aravani qurg'ib qochish deymiz. Aynan shunaqa javoblar bo'ladi. Yo'q, aynan mavzu doirasida birinchi qaraladigan kriteriya o'sha. Sizda grammatikangiz, fluency'ingiz, pronunciation'ingizdan ham oldin e'tibor beriladigan qism o'sha bo'ladi, o'rtoqlar. O'shaning uchun mana 3-chi savolda bor ekan, do you prefer texting, calling or video messaging? Mana shunga o'xshagan savol tushgan. Xo'p, ikkinchisi, endi bu multi-level kontekstda emas, IELTS kontekstiga xos, sizga aynan o'sha javobingizdan kelib chiqib follow-up question beradi. O'shanda sizga quyidagi nimalar kerak bo'ladi, o'rtoqlar. Ya'ni bu discussion based savollarda bo'ladi. Mana misol uchun sentence starterlar. Ya'ni qanday qilib gap boshlashimiz kerak. To be honest, actually in my experience, well, let me think. Ya'ni fillerlar bilan o'zingizga otingni tang. Ya'ni vaqtni yutish maqsadida fillerlar, starter fillerlardan foydalanishingiz kerak. Muzlab qolmashingiz kerak. Mana sizga savol berildi. O'sha savol baribir ozmi ko'p qiyinchilik darajasi bor. O'ylab olish uchun sentence starterlar bor. Bu narsa bizda platformamizda ham bor, ya'ni sample qismida. Va give reasons deyapti, ya'ni endi bu yoqqa fillerlar ketadi. O'sha sabablarni berayotganingizda because, so, that's why, as a result, since, examples, for instance, such as bu demak namunalar berayotganingizda.
compare, ya'ni taqqoslayotganingiz on the one hand, however, on the other hand va xulosa qilayotganingizda overall, in short, to conclude va hokazo. Endi bu kichik eslatma edi o'rtoqlar. Mana shu narsalarni siz ya'ni sentence starterlarni bilishingiz kerak. Albatta bu sizni nutqingizni ham chiroyli qiladi. So ham diversify qiladi. This is must to have skill to conduct a meaningful speech. Okay. Okay guys. Demak tushunarli bo'ldi. Deb o'ylayman. Tushunarli bo'lyaptimi bu? Hozir tekshirib ko'raylik. Yozib yuboramiz. Mabodo internetimda muammo bo'layotgan bo'lsa, nimadir eshitilmay qolayotgan bo'lsa, sразу xabar beramiz o'rtoqlar. Super good. Okay, thank you. Yaxshi deb yozibdi. Mirzoq Rahmonov. Okay. Yaxshi bo'lsa, demak biz davom etamiz. Thank you. Endi useful vocabulary qismida biz asosan bu yerda hozir mana 30 ta mostly repeated hamda eng kerakli so'zlarni jamlaganmiz. Chunki bu o'z bir soatlik darsimiz, vocabulary qismida 5:30 6:30gacha. Hammasini bu yoqqa payqib tashlab, uni tushuntirib berishga vaqtimiz ham yetmaydi, imkonimiz ham yo'q. O'shuning uchun eng sari 30 tasini jamlaganmiz va o'shalarni bir marta siz bilan walk through chiqamiz. Ya'ni bir ko'rib chiqamiz. Shunchaki sizga mana shu listni tashlab qo'ysam ham bo'lardi, ko'rib yodlab oling. Yo'q, u narsa baribir sizning esingizda qolmaydi. Birgalikda examplelar, bu yoqda example'ga qarab, qaramasdan yana bitta example ham yozib beraman. Inshaalloh. O'sha narsalar bo'ladi. Demak, ekranni o'zini share qilib ko'ramiz. Zo'r. Demak, Word'ni ham ochib olishim kerak ekan. O'zi Word'imiz bor ekan. Sazat qolamiz. Ekran yo'qda. Bo'ldi. O'zim hozir o'chirib yoqdim. O'chirib yoqdim. Xo'p, o'rtoqlar. Demak, screen time, ekran vaqti, bilasiz, demak, sizning foydalanayotgan telefon qurilmadan yoki biror bir gadjetdan foydalanayotganingizda ishlatadigan so'z. Bu juda ham zo'r so'z. Siz speakingda ham, writingda ham даже qo'llanishingiz mumkin. Shunaqa savollar bo'ladi. How often do you use your phone? Yoki how often do you use your PC, your laptop? Shunaqa savol berilayotganda, siz aynan screen time qo'shib gapirsangiz, ancha chiroyli chiqadi bu. Ancha topic related vocabulary. For example, I try to limit my screen time to about 2 hours on weekdays. Ya'ni men haftasiga 2 soatga qisqartirishga harakat qilaman. Screen time, ya'ni telefondan, ekrandan foydalanishda. Ekran xira deyapsiz. Menimcha internetingizdan yoki hammada shundaymi? Internetdan odatda shunday bo'ladi. Xiralik internetdan. Zoom'da ham bo'lib ko'ramizmi? Keling, shu Zoom'da ham bo'lib qo'yaylik. 1 daqiqa. Bo'ldi, men tushundim. Hozir Zoom'da ham yoqamiz. Muammosi yo'q. Zoom'da ham yoqayapman. Lekin hozir bu bepul versiyasi, pulli versiyasini olmoqman hali.
uni ham ertadan xudo xohlasa bo'ladi darsimizda. Mabodo kimga kerak bo'lsa kirib oling. Zoom platformamizni ham yoqib qo'ydim. Okay. Hani bir reaksiya bosib zoomdagilar qanday bo'lyapti? Ekran ko'rinyaptimi, yo'qmi? Qirq kishi kiribdi hozircha. Ekran qanday bo'lyapti? Zo'r, yaxshi. Xo'p, lekin hali men screen share qilmadim-ku. Endi qilaman. Hop, поделиться ekran qilamiz. Приложение. Hop, menimcha ko'rinyapti, уже hammaga. Yaxshi. Agar ekranim ko'rinayotgan bo'lsa, zoomdagi bitta like bosib yuboringlar yana bir marta, ishonch hosil qilish uchun. Zoom ekran ko'rinyaptimi? Kira olganlar. Zo'r. Yaxshi. Okay, thank you. Thank you guys. Okay, screen time birinchi so'zimiz juda ham kerak bo'lgan so'zlarda. Hozir aytdik, demak buni biz so'z bilan ham bunaqasi olib beriladi-da. How often do you use mobile phones? Qancha vaqt foydalanasiz telefonlardan? Well, well ham aynan o'sha sentence starter, ya'ni fillers deyiladi. Nutqni boshlashdan oldin siz o'zingiz uchun o'ylab olish uchun beriladigan. Ekzaminator ham biladiki, znash bu o'ylayapti, hozir javob beradi. Well, I think not much because I'm not a tech savvy person and I always try to limit screen time. Ko'rishingiz mumkin, screen time ya'ni cheklangan screen time'ga amal qilishga harakat qilaman har safar deyapti. Ya'ni men unchalik ham ko'p foydalanaman deb o'ylamayman. Sababi tech savvy ham zo'r vocabulary ketib qoldi bu yoqda. Ya'ni texnologiya ko'p zo'r tushunavermayman deyapti. Ko'p tushunavermayman, o'shuning uchun tushunmadik deyapti. Menimcha уже to'lib qoldi. 50 kishi bor, hali limit bor, ya'ni 50 kishi kirsa bo'ladi Zoomga ham. Yana ko'ring-da. Yoki Telegramda o'zida ham hozir 309 kishi. Telegramda cheklov yo'qda, yaxshi tomon. Hali internet bo'lmasa agar sizda screen time'ga, limited screen time'ga amal qilishga harakat qilaman. Limited screen time degani o'sha cheklangan screen time. Mana bu telefoningizda ko'radigan bo'lsangiz, o'sha digital well-being degan qism bo'ladi. Samsunglarda kiradigan bo'lsa, o'sha yerda screen time cheklab qo'ysangiz bo'ladi, misol uchun. Kunlik limit, umumiy oral screen time 2 soatga yoki ma'lum bir ilovalar uchun 1 soatga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r narsa, mana shu narsa. Siz ba'zan bilmay qolasiz qancha vaqt sarflayotganingizni, o'shanda aynan screen time yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, aynan sizga vaqt ancha nima qilib beradi. Xo'p, keyingisi scroll through feed deyapti, ya'ni nima qilish? Scroll lentani, ya'ni biron bir xabarlar keladi-yu sizga. Xabarlar keladiganda o'sha xabarlarni ko'rib chiqishingiz uchun siz o'sha scroll down, bu sichqoncha bo'ladigan bo'lsa pastga tepaga yoki ekran o'zida bo'lsa bunday aylantirib o'tirishingiz. Demak, when I'm bored, I scroll through my feed and lose track of time. Ya'ni zerikkanimda o'sha vaqt qanday o'tganini bilmaslik uchun scroll down qilib o'tiraman deyapti. Xo'p, bunga bitta zo'r gapimiz bor. Mana bunday savol beriladi. So, do you think, tushgan savol. Do you think that you spend more time
on social media. Endi o'rtoqlar feed degan narsa bor. Mana feed narsani tushuntirib olay sizga. Feed nimada bo'ladi? Feed bu Facebookda bo'ladi. Odatda endi shundan asos bo'lib qolgan. Bilasiz, YouTube'da scroll down qilishingiz uchun sizda nima bo'ladi? Shorts, yes. Shorts. Qisqa videolar, shorts. Bilasiz, demak Instagramda nima bo'ladi? Instagramda Reels bo'ladi. Yes, of course. Demak, social mediadan ko'p foydalanasizmi? Mostly to kill the time I check news updates on social media and scroll down. Scroll down some feeds deb qo'yamiz. Odatda vaqtni o'ldirish uchun o'sha social mediada scroll down the feeds. Ya'ni feeds bildik, nimada bo'ladi bu? Albatta Facebookda bo'ladi. Xo'p. Shunaqa savollar beradigan bo'lsa, aynan topic related javob beradigan bo'lsangiz, ancha sizni chiroyli chiqadi, okay? Scroll down. News updates ham bu yangi o'sha mavzuga doir turda, yangiliklar, okay? So kimdir mikrofoni menimcha yonib qolib ketdi shekilli-da. Turib qo'yamiz. Xo'p. Endi Zoomda zapis yoqmadim, chunki Telegramda o'zi zapis ketyapti. Tiniq ketyapti menda. Sizda qanday bilmadim. Tashab qo'yaman, okay? Qanday muammo bo'layotgan bo'lsa. Xo'p. Agar qanaqadir muammo bo'layotgan bo'lsa, oxirgi tashlagan postimni kommentariyasi ochiq, yozib bildirishingiz mumkin. Men sразу bilishim kerak nima bo'lyapti, qanday ketyapti. Okay. So, Kings go viral. Bu вообще bomba so'z. Trendga chiqayotgan so'zlardan biri. Sanakulov ham ko'p yaxshi ko'raman shu so'zni ishlatishni. Ya'ni biron bir yangilik chiqsa, tez tarqalib ketadi-yu, viral bo'lib ketadi o'sha narsa. Sometimes a short video can go viral in just a few hours. Ya'ni ko'p kishi birdaniga qisqa vaqtda ko'radi o'shani ko'radi. Misol uchun hamda misol berib qo'shiqlar shunaqa oxirgi payt qanaqa bir qo'shiq chiqarsa, bitta video chiqarsa ham go viral bo'lib ketadi. Rahmat, muammo yo'q deyapti. Xuddi o'sha holatda ham ishlatiladi, okay? So, bunga quyidagicha savol berishingiz mumkin. Is it hard to escape or avoid deylik? Avoid misinformation. Bu savol tushmagan, tushib qolish ehtimoli bor. Lug'atlarni guruhga tashlab bering. Albatta tashlanadi, o'rtoq. Oxirida hamma guruhga. Men sizga juda ham zo'r narsalar tayyorlab qo'yganman. O'shani bir teaser sifatida hozir aytib keta qolay. Mana bu saytimiz, bilasiz, Bekzod Turg'unov. Kirganingizda bu saytga biroz lirik chekinish bo'lsin. Bu sizga saytning linki beriladi, agar sizda bo'lmasa. Mana bu sayt bar ko'ryapsizmi? Mana shu sayt barda kirasiz. Kirganingiz eng pastda mana biz hozir vocabulary o'tyapmiz-ku. Digital frontier. Ko'rsangiz, mana shuni testlari bor. Har biri 100 ta berdi faqat. Ko'rib ketaveramiz. Artificial intelligence nima degani? Sun'iy intellekt. Sразу joyida javob qaytaradi. To'g'ri topdingizmi? Agar xato topsangiz, to'g'risini ko'rsatadi. Be addicted to technology, texnologiyaga bog'lanib qolmoq, qaram bo'lib qolish ma'nosida. Demak, bosanib ko'ryapsiz. Endi hozir xato javob berib ko'ramiz. Sразу to'g'risini ko'rsatadi. Oxirini kutib o'tirmaysiz. Oxirida nima bo'ladi? Endi Bluetooth o'zbekcha so'z o'zi. Ha, bunga xato javob berib bo'lmaydi. Data breach. Keling, mana shunga biz mana qilib ko'ryapsizmi? Ma'lumot sizib chiqishi, data breach, ya'ni ma'lumotni sizdirib yuborishi. Bu ham beriladi sizga. Vocabulary bo'yicha. Endi flashcard qismi bor. Bu ham juda ham zo'r. Mana Animal Kingdom, Digital Frontier. Buni boshladigan bo'lsangiz, mana bu yoqda ham 100 ta. Hozir biz ko'rayotgan faylda aslida 30 ta eng ko'p foydalanilgan. Bu yoqda lekin 100 ta. Scroll through a feed. Hozir ko'rganimiz. Orqasini o'giradigan bo'lsangiz, demak, lentani scroll qilish. I'm bored, I scroll. Yo'lda ketasizmi, mashinadan farqi yo'q.
telefoningiz bo'lsa bo'ldi, telefonni ochib, bu telefon interfeysi mana bunday ko'rinadi. Telefon interfeysi ham juda ham qulay o'rtoqlar, bemalol foydalanishingiz uchun, maksimal sizga qulayligingiz uchun sharoit yaratilgan. O'tkazib ketaverasiz. Bilmasangiz orqasini o'girasiz. Mana tayyor turibdi. Inglizcha definition, o'zbekcha sample'lar bilan. Agar yo'q, menga mana bu sample'larni ham tarjimasi kerak desangiz, uni ham qo'shib beramiz keyingi. Endi shart emas, darsda o'zi ko'rib ketyapmiz. Hamma narsani tarjimasini berib qo'yarsa sizga ham ish qolishga. Mana screen time. Buni hozir ko'rdik. Nima edi screen time? Yozib yuboringlar. Screen time nima edi? Kommentga yozib yuboringlar iloji bo'lsa. So what is screen time? Screen time. Hozir ko'rdik. Nima deydi? Ekran vaqti. Okay, ekran vaqti yoki ekrandan foydalanish vaqti desak ham to'g'ri bo'lar ekan. Zo'r. Gap yo'q. Daisy. Jasmine. Parvina. Hamma to'g'ri topyapti boladiz. Xullas shunaqa o'rtoqlar. Ko'rib ketaverasiz, interaktiv bu o'zi uchun ham qulay, foydalanishingiz uchun ham, esda qolishingiz uchun ham. Bu hali hammasi emas. Bundan tashqari, mana hozir vocabulary aytadigan bo'lsak, bugun kechga o'sha darslar tugagandan so'ng, skill based darslar tugagandan so'ng men Telegramda o'zida quiz test tashlayman. O'sha testlarni ham ishlaysiz, aynan vocabulary bo'yicha bo'ladi. Bu mana bu testdan tashqari, yana kimdir mikrofoni yonib qoldi, iltimos. Bu mana bu sayt o'zidagi testdan tashqari. Mana bu vocabulary testdan tashqari. Okay. Mikrofonni o'chiramiz o'rtoqlar. Telefondan foydalanish vaqti yoki har qanday qurilmadan foydalanish vaqti. So davom etamiz. So is it hard to avoid misinformation deyapti? Yani misinformation'da Jorixol Mo'minov telefoningizda mikrofoningizda звук bo'ldi, o'chirdim o'zim. Yaxshi. Ajoyib. Hop, mana shunga javob berayotganmiz. O'zi nimaga javob beryapti? Esdan chiqib ketdi. Go viral. So, is it hard to avoid misinformation? Actually, it is. Zo'r javob bo'ladi. Bu qisqagina. Substitution deyiladi, javob berishda yo'li. Actually it is. Ha, shunaqa. Chunki is it deb savol berilyapti. Ha, shunday. Especially for viral news. Since it reaches to millions of people in a short period of time. So in a short period of time. Demak, asosan o'sha viral bo'lib ketgan, ya'ni tarqab ketgan newslarda fake news deylik shuni. Siz uni to'g'riligini isbotlash uchun tarqab bo'lgan bo'ladi. Bu juda ham qiyin. Mana shunaqa holatlarda ish berar ekan o'rtoqlar. So, okay, great. Viral. Juda ham zo'r, eslab qoling, go viral. Yana bitta holatda ham ishlasangiz bo'ladi, go viralni. So, mana bunaqa savol berilgan. Is it easy to be popular nowadays? Ha, mana Zoom'ni mikrofonni o'chirib qo'ygan ekanman, ming bor o'zi. Hozir yoqdim. Zoom'ni mikrofonni o'chirganda, o'chirgan ekanman. Bo'ldi, yoqdim. Rahmat. Texnik nosozlik. Endi qanday? Endi like bosib qo'ying yoki aytib o'tsangiz ham bo'ladi. Zoom'dagilar. Menimcha Telegram hammasi joyida. Is it okay?
Zoom ahli qanday? Yozib yuboramiz. Yoki like bosib oling. Erinsangiz. Ovoz kelyaptimi? Ovoz qanday? O'tib bo'lgandan keyin darsni bo'lsa, albatta tashlanadi dars videosi. Menimcha zapis bo'lyapti hozir. Zapis ketyapti. Qani ko'raylikchi. Ha, zapis ketyapti. Tashlanadi albatta. Unda xavotir olmang. No, baribir jonli darsda qatnashganingiz yaxshiroq. Videosini yo ko'rasiz, yo ko'rmaysiz. Jonli dars emotion bo'ladi. Is it easy to be popular nowadays? Yeah. You can go viral is only one video. Kerak bo'lsa, bitta video orqali siz viral bo'lib ketishingiz mumkin. Ya'ni trendga chiqib ketishingiz mumkin. Bitta video mana ko'p qana qilamiz. Qisqa muddatga mashhur bo'lganlarni, misol uchun bir necha video chiqaradida, sразу o'sha viral bo'lib, trendga chiqib, gaplari o'sha maykalarga ham yozilib, ko'p ko'rganmiz bu narsalarni. Xuddi shunaqa holat mashhur bo'lib ketadi. Tushundingizmi? Go viral. So, okay. Keyingisi. Notification keep popping up. Ya'ni e'lonlar nima qilishi qo'yilgan. Tinmasdan chiqib turaveradi. Internetda yoqsiz, agar notification enabled qilingan bo'lsa, hamma ilovalar uchun men Telegram uchun odatda o'chirib qo'yaman notification. Chunki juda ham ko'p xabar keladi Telegram guruhlardan, kanallardan. Yoqishingizga o'sha tinmaydi. Xuddi o'sha holat. Notification keep popping up. For example, it is so frustrating, ya'ni asab buzadigan degani, it is so frustrating. Yani har biriga savol topib bera olmay o'rtoqlar, shuning uchun biz simple yozib ketaveramiz. It is so frustrating that whenever I turn Wi-Fi on, the Telegram notifications and keep popping up. Pop up degani mana bunaqa ekranni tepa qismida kichkina oynada chiqadi. O'sha pop up screen deyiladi. Pop up screen. Ya'ni hozir mana misol uchun saytim qani edi. Mana saytda qarang, men yerda yangilaveraman. Mana ko'ryapsizmi? Mana shu yerda chiqib ketib boshqadan kira qoladi. Mana shu pop up deyiladi. Tushundingizmi? Mana alohida kichkina skrinda chiqib qolyapti-yu. Telegramdan xabar kelsimi, ekran tepasida paydo bo'lib qoladi. O'sha pop up screen deyiladi. Notification pop up degani o'sha ma'noda ishlatiladi, okay? Xo'p, keyingisi glitch. Bu nosozlik, odatda bu texnik nosozlik emas, balki o'sha texnologiyada bo'ladigan nosozliklar. Misol uchun sayt ishlamay qolishi bor, biron bir ilovani qotib qolishi bor. Bu o'sha dasturiy ta'minot tomonidan bo'ladigan nosozlik o'rtoqlar. Tushundingizmi? Misol uchun there was a glitch in the app, so it didn't open properly. Ya'ni ilovada nosozlik bo'ldi, shuning uchun bu to'g'ri ochilmadi. Glitch, technical glitch deyiladi. Xo'p, ana endi menga shuni aytinglarchi. Demak, texnologik nosozlik bu demak glitch deyilar ekan. Glitch deyilar ekan. So what about the cars? Mashinalarda nima deyiladi? Nosozlik. Kommentga yozinglarchi. Mashinada yoki o'sha transportlardagi nosozlik. Transports. Endi to'g'ri, hozir mavzumiz emas. No, bilib ketaylik, xat yozib qo'ying shuni. Transports. Okay, bilamizmi? Nosozlik. Qani yozamiz. Ungacha men davom etib turaman. Ham bilgani yozib ketsin.
transport yoki mashinalardagi nosozliklar qanday aytiladi? Endi glitchni hozir tushuntirdik. Glitchni siz mashinaga nisbatan ishlata olmaysiz. Glitchda aynan broke emas, no. Qani ko'raylikchi. Broken, broke down. Break down bu endi buzilib qolish. Bizga endi ot formasi kerak. Crash, yes. Thank you. Shahzoda. Crash. Uzr, Shahzodaga uzr borsa. Yozuv misol kichikroq crash bekorgina crash test deymiz. Endi crashni ham bitta ma'nosi borib urilish ma'nosi ham bor. Biron joyga borib urilish ma'nosi ham bor. Problem my car oddiyroq qilib aytib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mashinamda out of order, fault. Menimcha out of order bo'lsa kerak. Potirovna. Okay, crash test. So, davom etamiz o'rtoqlar. Lag and lagging. There is a lag deydi. Turbo lag deyiladi mashinalarda, misol uchun turbo lag. Turbina mashinalarda gazni sразу bosganingizda tortmaydida, buni mashina siltab oladi. Chunki turbo kompressor odatda 60 yokida undan o'tgandan ishga tushiriladi, ungacha просто atmosferniy bosimda ishlaydi. Xuddi shunga o'xshab, sekin ishlash ma'nosida. Bizda turbo lag yoki lagging. Biron bir saytga nisbatan ham, telefonga nisbatan ham ishlashingiz mumkin. Buni xotirasi to'lib ketadigan bo'lsa, storage overload bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha telefonlar qotib ishlaydi. Laggy bo'lib qoladi. Too many tabs. Ya'ni ko'p tab ochmasa telefon sekinlashib qoladi. Tab degani o'sha bosish, bosganingizda. Xo'p, keyingi so'zimiz user friendly deyapti. Foydalanuvchiga qulay. Juda ham ko'p ishlatiladi. Misol uchun user friendly. Endi friendly so'zi do'stona deyiladi. Oldiga siz har xil so'zlar qo'yib bundan nima deydi? Kombinatsiya hosil qilsangiz bo'ladi. Misol uchun yana nima desak bo'ladi user friendly o'rniga? Environmental friendly deb qo'ysangiz ham nima degani? Nima degani environmental friendly? Tabiiy muhit defect. Defect ham bo'ladi. Zo'r so'zlagan, Navruzda rahmat. Defect. Run over endi bu bosib ketishda, mashinada urib bosib ketish running to'ga o'xshab ketadi. Zo'r. Environmental friendly o'rtoqlar, demak o'sha atrof muhit uchun. Endi bu mavzuga aloqasi yo'q. Tezgina aytib ketaylik. Yana ko'p bizda so'zlar bor. Environmental friendly, digital friendly degan narsa bor. Digital friendly. Assotsiatsiya hosil bo'lish uchun yozyapsiz o'rtoqlar. Sizlarga hozir assotsiatsiya degani, ya'ni o'sha hozir yozdim, discussion yozibman-da. Buni yoqqa yozishim kerak edi. Okay. Esingizda qolib ketadi. Misol uchun environmental friendly, digital friendly, user friendly hozirgi bizdan o'qiganmiz. Yana qanaqa friendlyni bilasiz? O'zingiz uchun. User friendly. So what about others? Do'stona muhit tabiatga foydali, zo'r. Endi menga digital friendly kim aytadi? Aynan mavzumizga aloqador bu. Digital friendly o'rtoqlar. Endi user friendly tushundingiz. Foydalanuvchi uchun qulay. User friendly interface bo'ladi odatda. So I like the interface of Bekzod Turgunov website. Web app deylik, to'g'riroq. Web app. Because it is so user friendly. Menga Bekzod Turgunovni website yoqdi. Web app bu website emas, balkim biroz farqi bor, tushuntirib beraman hozir. Chunki u juda ham user friendly, foydalanuvchi uchun qulay. Nega? Shunday o'tasiz. Sizga o'sha e'lon beryapti. Bu sayt, bu dastur ko'proq Chrome da zo'r ishlaydi. Endi kompyuterda farqi, xohlaganingiz ochingiz bo'ladi, lekin telefon brauzerlarining ichida Chrome bo'lsa, yaxshi ishlaydi. Endi iPhonelarda o'zining Safari brauzer bor, o'shanda o'chirasiz. Ko'rdingizmi? Buni bosasiz. Progress bar ketadi. Foydalanuvchi juda ham qulay. Demak, digital friendly, texnologik foydali, raqamli do'st. Saytlar yaxshi, raqamli qurilmalarga mos, raqamli
Qulaylik raqamli muhit yaqin kelyapsiz. Xo'p, hozir aytaman. Mana sidebarda demak hamma kerakli narsalar bor. IELTS alohida, Safer alohida, bonuslar alohida. Asosiy fokus bu saytdan demak speaking bilan writingga berilgan. Speakingga bossangiz demak IELTS bilan Safer tanlaysiz, qaysini topishmoqchi bo'lsangiz, writingga bossangiz ham xuddi shunday IELTS bilan Safer. Mana shu demak user friendly orqali, okey. Xo'p, o'rtoqlar, digital friendly bilan user friendly deyarli bir xil, ma'nosi bir xil. Ya'ni foydalanish uchun qulay degan ma'noni beradi. Ovoz yo'q deyapti. Ovoz yo'q. Ovoz tekshiramiz. Ovoz qanday? Rahmat xabar berganingiz uchun. Nadirovna. Menimcha ikkalasida ham mikrofon yoniq. Internetda tekshirib ko'ring. Zoomdami ovoz yo muammo bo'layotgan Telegramdami sizningcha? Menda yaxshi ko'rsatyapti-da. Ko'ring Telegramingizda. Xo'p, davom etamiz. Ishonch hosil qilaylik. Qolganlarda qanday? Yaxshi mikrofonni o'chirib qo'ydingizmi? Yo'q, mikrofon yoniq. Mana yoniq. Hozir yoqdim. Xo'p, Ozodbek, do not play with my screen, please. Aha, thank you. Ovoz yo'q. Bir chiqib keyin kiring deyapsiz. Hop, chiqib ketaymi? Telegramda aytyapsizmi yo? Qolganlarga ovoz eshitilmayapti. Ovoz yaxshi deyapti-ku lekin. Ovoz yaxshi. Bir ko'ring internetingizdandir balkim. Menda zo'r deyapti. Menda ham yaxshi-da. Agar haqiqatdan ovozda muammo bo'lsa, ko'pchilikda ishlamasdi. Rahmat. Juda ham faol auditoriya ekan. Sraz bildiryapti nima bo'layotganini. Shuni aytib turaverdingizlar. Qanaqa muammo bo'lyapti, nima bo'lyapti. Do'stona muhit to'g'ri. Jumaniyazova. Okay. So, the interface is user friendly, so even beginners can use it. Ya'ni hozir yozganimiz interface o'sha foydalanuvchi oynasi juda ham foydali, ya'ni oson, easyga sinonimda. Siz har doim the interface easy deb keta olmaysiz. Chunki easy juda ham general term, har qanday mavzuga ketaveradi. Odatda hozir mana shu texnologik terminlarga yaqin so'zlarni ishlashingiz kerak. User friendly bo'lgani uchun. Mikrofon yo'qmi? Bo'ldi, o'chirdik. So, Wi-Fi signal. Endi bu qiyin joyi yo'q, ko'ra olasiz buni. Backup your file. Demak, fayllarni zaxiralab qo'yish. Bu hozirda eng kerakli bo'lgan ma'lumot. Chunki ma'lumotlaringiz, rasmlaringiz o'chib ketmasligi uchun bilasiz, telefonda, kompyuterda demak backup storage degan narsa bor. Har unda chiqib turadi. Please Oqloy, do not leave my screen. Okay. So, thank you. I'll always backup my files to the cloud before exam. Tushundingizmi? Demak, backup. Katta texnologik gigantlar shuni tavsiya qiladi. You should always back up your data at times due to glitches. Bitta texnologik glitch bo'ladigan bo'lsa, o'chib ketib qoladi, tushundingizmi? Demak, siz har doim o'rtoqlar, har doim nima qilishingiz kerak? Backup turishingiz kerak data ma'lumotlar bazasi. Albatta tashlab beraman. Xo'p, ma'lumotlarni backup turishingiz kerak. Ya'ni biz oddiy degan bitta so'z bor, save deb qo'yamiz. Yo'q. Save ham ishlatiladi. Lekin hozir aytganimiz bu juda ham umumiy termin o'rtoqlar. Bizga topic related qo'shinga qaraladi-da. Topic related bo'lsa, yanada chiroyli chiqadi. Siz aytishingiz mumkin shunchaki you should always save your data deb ketsangiz ham bo'ladi. Bu ham hech qanday bir xato gap emas. Lekin bizga qandaydir bir o'sha mavzuga aloqador so'zlar ishlatadigan bo'lsangiz, o'sha mavzu doirasida sizda bilim show off qilishingiz yaxshiroq bo'ladi va nutqingiz ham chiroyli chiqadi. Okay? Save ham xato emas. And glitchda hozir ko'rdik, technological glitch degan texnologik qanday bir glitch ketadigan bo'lsa, ya'ni muammo bo'ladigan bo'lsa, o'chib ketib qolmaydi. Keyingi zo'r so'zimiz bu cloud storage. Cloud storage bu hozirgi zamonning zamonaviy feodalizm desak ham bo'ladi. Prosta havodan pul ishlash. Tushundingizmi? Mana Google storage bor, iCloud storage'lar bor, 5 gigabaytgacha bepul.
iCloud storage 5 gigabaytgacha. Google storage menimcha 15 gigabaytgacha bepul. Undan yoki pul to'lashingiz kerak. To'lib qolsa sizga notification kelaveradi. Sizda Cloud storage to'lib qoldi, upgrade qiling. Kamida siz oyiga 20 yoki 19 dollar to'lab 100 yo'q 2 terabayt sotib olishingiz kerak. U yana oyiga yangilanadi. Hozir bizda tugab qoldi. Menimcha tugab 10 daqiqa vaqt qolyapti. Qaytadan yoqamiz kirasizlar Zoomga. Hop, ertaga platinum plan versiyadan kiraman. Demak, Cloud Storage helps me access my documents from any device. Buni zo'r tomoni ham shunda-da, do'stlar. Cloud Storage bo'ladigan bo'lsa, siz telefoningizni o'zini xotirasidagi ma'lumotlarga o'sha telefonning o'zidan kira olasiz, bo'ldi. Hakkerlar kira olishi mumkin, buzib telefoningizga. Siz hacker emas, kira olmaysiz. Lekin Cloud Storage'ga siz istalgan qurilmadan, istalgan devicedan kirishingiz mumkin. Account ochib, misol uchun bitta Google account ochsangiz, xuddi o'sha accountga siz kompyuteringizdan ham, telefoningizdan ham kirib foydalanishingiz mumkin Cloud Storage. Okay, great. Keyingisi upgrade software. Ya'ni dastur ta'minotini yangilash. Bu o'sha yangilik bo'lmay qoldi, ko'pchilik o'sha biladi. Update software, ya'ni bizda o'sha versiya yangilash deyiladi. O'sha versiya yangilaganingizda demak shu so'z ishlatiladi. Update software. Bilasiz, software bor bizda, hard software deyiladi, to'g'ri o'qiydigan bo'lsa, software and hardware. Nima degani? Software versus hardware. Kim aytadi? Farqi nimada o'rtada? Nima farq? Yozib o'ramiz. What is software and what is hardware? Do you have any ideas? Please share comments. Zoom'dagilar hammasi yaxshimida? Like bosib o'ramiz, o'rtoqlar. Like bosing. Zoom'da turganlar. Zo'r, rahmat. Great. Xo'p, siz o'ylab turing ungacha. Demak, yumshoq va qattiq deysiz-ku, yo'q. Yumshoq va qattiq. Xo'p, nima o'sha yumshoq va qattiq? Yo'q. Umrzoq bilmas ekan. Xo'p, o'zim aytib qo'ya qolaman. Xotira. Yaqin keldingiz, Mehriniso. Yaqin. Kompyuter dastur. To'g'ri, malades. Qaysi biri lekin kompyuter dastur? Kompyuter ta'minot. Nima o'chirib yuborsiz? To'g'ri edi-ku. Buni bilmas ekanman. Hardware tushuntiraman hozir. So look guys, software programmalar bo'ldi ya. Hardware is parts. Kompyuter qismlar. Misol uchun bizda keyboard bor, keyboard, mouse bor, mouse bor, headphone jack bor, headphones bor. Yana nima bor? Bunda to'ppa-to'g'ri uskunalar, zo'r so'z degan, batiruni, malades. Software qo'shib yoziladi. Software bu programmalar. Misol uchun bizda office dasturlari bor. Office programs, kompyuterda bo'ladigan bo'lsa, such as Word, Excel. Double L or double L. Yaxshi, kompyuter dasturi va kompyuterni qo'lda ishlash bo'ladigan narsalar, ekran chiqarish, to'ppa-to'g'ri. Malades, ko'pchilik topdi. O'shanaqa o'rtoqlar. Bu ham sizga qo'shimchani lug'at bor. Install and uninstall. Buni hamma bilsa kerak. Demak, install o'rnatish, uninstall o'chirish, delete qilish. Ko'ryapsizmi? Uninstall. Siz shunchaki delete demasdan uninstall an app desangiz yanada chiroyli chiqadi. Chunki o'rtoq do'stlar, bu yuqorida ko'p takrorlayapmiz. Sizni lexical resource rangingiz, ya'ni til bilish darajangiz, ya'ni so'z bilish darajangiz ko'lamini ochib beradi. Tushundingizmi? Ko'lamni ochib beradi. Misol uchun siz aynan mana shu mavzuga mos tushadigan so'zni ishlata olyapsiz. Shunchaki delete an app desangiz ham bo'lardi. Yo'q, uninstall deydigan bo'lsangiz yanada chiroyli chiqar ekan o'rtoqlar. Xo'p, keyingisi battery
runs out. Yani batareyani tugab qolishi. Battery runs out. Ham to zo'r so'z bor. Ya'ni batareyani o'lishi va vaqt o'tishi bilan siz batareyangiz telefon yoki laptopdagi batareya o'ladi. O'shani qanday aytamiz? Vaqt o'tishi bilan batareyani o'lib borishi. Mana shuni topib turing. Inglizcha gap turamiz. My battery runs out quickly if I use mobile data all day. Ya'ni kuni bo'yi mobile datadan foydalanadigan bo'lsam, batareya tez o'ladi deyapti. Mobile data bilasiz nima degani bu? Internet, mobil internet, Wi-Fi. Wi-Fi. So gap tuzadigan bo'lsak, demak, try to limit background operation of some apps so as to avoid battery running out dedik. Ya'ni nima bu? Demak, limit qilishga harakat qil. Nimalarni? Background operation degan o'sha orqa fonda ishlab turaveradi ba'zi applar. Cache chiqib ketmasa, iPhone'larda o'zi o'chiradi, lekin Android device'larda cache tozalab olmasangiz o'zi ishlab turaveradi-yu. O'sha narsani o'chirib qo'ymasangiz, battery run out nima qiladi? Hop, endi ko'ramiz. Died battery yaqinroq keldi. Weak battery yo'q. Dies over time. Yo'q. Overtime, unday desangiz ham bo'ladi, vaqt o'tishi bilan oddiyroq. Bunisi elektromobil ham ham bo'ladi. Ha, bo'ladi. Elektromobillarga ham ishlatsa bo'ladi albatta. O'zim aytib qolaman. Battery wears away. Shuni xato yozdim. Wears away. Endi bu kiyim kiyish ma'nosida emas, har doim bu ma'noda ishlatilmaydi. Ayni batareyani sekin asta o'lish ma'nosida mana shu so'z ishlatilar ekan. Battery wears away yoki wearing away. Degradation zo'r ham Shokirova. Battery degradation bu endi ot formasi. Buni ham ishlasangiz bo'ladi. Bu ham juda ham zo'r so'z. Okay? Buni degrade deb ishlasangiz ham bo'ladi. Shunday yasalyapti degradation. Degrade, okay? Degrade this over time desangiz ham bo'ladi ekan, bemalol. Zo'r, молодец. Gap yo'q. Xo'p, davom etamiz. Demak, charge a device, demak, charger, demak, qurilmani quvvatlash. Endi charger bo'ladigan bo'lsa, bu quvvatlovchi. Ya'ni har qanday elektrdan quvvat oladigan moslamalarga, ya'ni elektromobil, PC, ya'ni personal computer deyiladi, domashniy kompyuter yoki qurilmalarga o'sha charger device ishlatsangiz bo'laveradi bemalol. Xo'p, keyingisi log in, log out. Biron akkauntga kirish yoki undan chiqib ketish, log out bo'lsa chiqib ketish. Endi ba'zi joylarda o'rtalar log up degan narsa bor yoki sign up degan narsalar bor. U aynan o'sha qurilmaga boshqa bir akkauntdan kirish, ya'ni Google account, Apple account orqali kirish, ya'ni loginni chetlab o'tish log up bo'ladi yoki sign up bo'ladi. Sign in, sign up. Demak, American Englishda demak log in, log out, British Englishda sign in, sign out bo'ladi. Xo'p, keyingisi o'rtoqlar, strong password, kuchli parol juda ham zarur hozir zamonda. Chunki ko'pchilik 1 2 3 4 5 6 7 8 degan raqam qo'yadi Wi-Fi ga, juda ham predictable, ya'ni osonlikcha topib qoladi yoki shuni teskarisi bo'ladi odatda. Xo'p, ovoz qanday ketyapti? Zoomdagilarda like bosib ko'ramiz. Zoom. Ovoz yaxshimi? Eshitilyaptimi hammaga? Молодец, rahmat, zo'r. Zo'r. Hop, Telegramda qanday ketyapti? Ovoz. Hammasi yaxshi ketyaptimi? Ekran. Zo'r, yaxshi. Rahmat. Ekranchi, ekran. Zo'r. Hammadan
Yaxshi, o'rtoqlar. Mabodo kimdadir muammo bo'layotgan bo'lsa, kimdir chizdi lekin uni men o'chira olmayman. O'sha chizgan odam o'chiradi. O'chirsa bo'larmikin? Ko'raychi qani. Xo'p. Ha, o'chirsam bo'lar ekan. Men o'chirib qo'ydim. Bo'ldi, muammosi yo'q. Yaxshi, zo'r. Ajoyib. Men juzim o'chib qoldi hozir. Ha, o'sha 9 minutdan keyin deyapti. Bo'ldi, Telegramga kiramiz undagilar. Xo'p, bu yoqga endi Telegram davom ettirib turamiz, chunki hozir 9 daqiqadan keyin o'z darsimiz tugab qoladi. Demak, two factor authentication demak bu ikki bosqichli tasdiqlash, ikki bosqichli o'sha yoqib qo'ysangiz bo'ladi, telefonda ham, o'sha Telegramda ham bor. Two step verification deyiladi. Two factor verification yoki authentication ham deyiladi. Albatta bu himoya qilish uchun bitta asosiy password kiritiladi, keyin yana bitta cloud password ham kiritiladi. Mabodo kimda kirmoqchi bo'lsa, o'sha qurilmangizni himoya qiladi. Keyingisi data privacy, ma'lumotlar xavfliligi. Mana shu 17 bitta gap tuzaylik. So anda savol tushganda menga. What do you do to avoid data breach? Data breachni personal deylik, personal data breach, ya'ni data breach degan bu aytib ma'lumotlar sizdirilishi. Ma'lumotlar sizdirilishini oldini olish uchun nima qilasan? Ko'ryapsizmi qanaqa? Uje men IELTSda ham, multi levelda ham o'sha savol berayotgan savollar saviyasi o'syapti o'rtoqlar. Breach. Biraz texnologik termin ishlatilyapti. Endi yaxshi bilardim bu savol oxirida kirganimda, ayni men shu bilishim qo'l keldi. O'sha nima aytganman? So turning on two-step verification. Endi buni siz xohlasiz authentication desiz ham bo'ladi. Authentication desiz ham bo'ladi. Verification, authentication bu sinonim so'zlar. Policy is comes handy deylik. Comes handy at that time and guarantees is against what? Nimaga qarshi sizga kafolat beradi? Against data and breach ishlatildi. Shuni savol o'zidagi so'z ishlatmaymizda data leaks deb ketamiz. Demak, data leaks. Leak degan saytdan bor. Demak, comes handy zo'r bora, demak, qo'l keladi ma'nosida ishlatiladi. Demak, two-step verification yoki authentication. Zo'r. Xo'p, aynan savol bilan ola qolay shuni. Data breach. Tashlab qo'yamiz. Aynan shu savol tushgan menga. Video chatga kiramiz. Ertalabki dars qancha bo'ladi? 1 soat bo'ladi o'rtoqlar. 5:30 dan 6:30gacha. Hech qachon boshlanadi. Hozir nima bo'lyapti? Bo'lyapti. Telegramda ovoz yo'q-ku. Nega ovoz yo'q? Ovoz darsi-ku. Ha, to'g'ri. Speakingga men boshida aytdim, bu General English 0 dan qilmaydi sizga o'rtoqlar. Asosan o'sha speaking hamda writing kerak bo'lgan so'zlar bugun ertaga o'shani grammatika qismini o'tamiz. Tushundingizmi? Xo'p. Ovoz qanday ovoz? Dars yarimda kirganda speaking deb o'ylabman. Ha, tushundim. Nazokat. Ovoz yo'q. Endi hozir bitta narsada mana General English deyapmiz. Bu zo'r narsa, General English. Unga urg'u berishimiz ham to'g'ri. Endi o'sha General Englishda ham
fokusini qaratganimiz biz nimaga? Speaking bilan writingga. Chunki agar o'rtoqlar siz ishlata olmasangiz general English, zo'r bilsangiz, nima kerak bor bu narsa? Siz aynan ko'rsata bilishingiz kerak. Aynan og'zaki hamda yozma nutqingiz o'sha speakingda yoki writingda o'shani siz show off qila olishingiz kerak. Shunchaki bilib ketish emas, aynan o'sha practical skillga urg'u beryapmiz. Aynan speakingda qanday qo'llaniladi yoki writingda qanday qo'llaniladi. Writingga ham misol uchun misollar yozamiz, qanday ishlatsak bo'ladi. Vaqtimiz biroz ozgina ko'payar ekan o'rtoqlar, bir soatga sal oshar ekan. Tashkiliy masalalar, tushuntirishlar ko'p bo'ldi bugun. Endi birinchi dars biroz uzayadi endi, to'g'ri tushunasiz. Data privacy nima? Ma'lumotlar xavfliligi, data privacy. Endi keling, writingda qanday ishlatsak bo'ladi? Aynan shuni. Misol uchun sizdan blog post yozish so'raladi, task to'da, to'g'rimi? O'sha joyda siz body paragraphda aynan mana shu so'zni qo'llashingiz kerak. Endi mavzu sizga texnologik mavzu tushgan bo'ladi. Misol uchun write a blog post about technological user safety deysizmi yoki user friendly va shunga o'xshagan savollar tushsa, data privacy. So although it is tough nowadays to stay isolated nowadays, protecting or applying applying data privacy is even harder. Ya'ni data privacyga amal qilish yanada qiyin deyapmiz. Yanada qiyin. Demak, isolated demak hech qanday qurilmalardan foydalanmasdan amal qilish qiyin, lekin foydalanib turib unga amal qilish undan-da qiyin deyapmiz. Xo'p, netida muammo bordir, ko'pchilikda yaxshi shunday. Menimcha shunday. Xo'p, davom etamiz. Phishing scam, keyingisi firibgarlik havolasi xabari. Bu juda ham hozirgi kunda trend. Sizni videolaringizda sizga link tashib qo'yadi, APK fayl. Shunga kirsangiz, sizni Telegram akkauntingizni vzlom qiladi, ya'ni kirib oladi, o'shanga ulangan barcha karta raqamlaridagi pullarni sizga bildirmasdan yechib qo'yishi mumkin yoki qandaydir uzundanmiz, balodanmiz, battardanmiz ko'payib ketganki hozir yozadida, o'sha orqali sizni hamyoningizga pullarni olib qo'yishi mumkin. Phishing scam deyiladi. Demak, bu be careful, phishing scam can steal your password. Ehtiyot bo'ling, phishing firibgarlik parolingizni o'g'irlash mumkin. Men tushuntirib bera oldim phishing scam nimaligini. Xo'p, ovoz kelmayapti. Ovoz yo'q. Nega ovoz yo'q? Ovoz qanday? Hali ham kelmayaptimi? Mikrofon yoniq lekin. Qolganlarda qanday bo'lyapti? Yozib o'ramiz. Ovoz eshitilyaptimi qolganlarga? Ikkinchisi ham yaxshi-yu, zo'r. Ikkinchisi deganda nimani nazarda tutyapsiz? Shunda ham kirmayapti. Zoom to'xtab qoldi, to'g'ri Zoom. Ertaga xudo xolasa pullik akkauntdan kiraman. Ertaga muammo bo'lmaydi. So'z nega Zoomni o'chirdi? Zoom o'zi o'chib qoldi. 40 daqiqadan keyin o'chib qoladi bepul. Rahmat. Ikkinchisi ham dedim. Ikkinchisi. Hop. Tushunmadim. Mana ikkinchisi. Example. Hop, Zoom bugun shunday. Ovoz zo'r deyapti. Internetlaringizni tekshiringlar. Internetdan bo'lyapti menimcha. Ovoz bor. Zo'r, yaxshi. Qayta kirib ko'rish kerak. O'shandan bo'lishi mumkin. Phishing scam. So do not click any random links you are sent. They can be the bait of
Phishing. Qanday yoziladi? Phishing scammers. Otiyasi bor xuddi shu so'zdan phishing scammerslarni bait bu tuzoq o'rtoqlar. Mana baliqqa anaqa qilasiz-ku, xo'rak tashlaysiz-ku, xuddi shu narsa. O'sha. Bu yoqda ham ishlatiladi. Figurative meaning bitta ovoz zo'r deyapti. Har qanday to'g'ri kelgan linkni bosib kiravermang, u o'sha skammerlarni tuzog'i, ya'ni xo'ragiga aylanib qolishi mumkin. Siz uchun bo'lib qolishi mumkin deyapti. Send. Xo'p, keyingisi demak, click on a link deyapmiz. Privacy settings, demak, maxfiylik sozlamalar bu tushunarli o'zi. Nomi suggest qilib turibdi, ovoz yo'q. Ketlar yaxshi emas, ovoz kelmayotganlarni deyapti. Ha, shunaqa bo'lsa kerak menga, chunki ovoz kelyapti-da, qolganlar ko'pchilik tepada yozyapti o'rtoqlar. Mobil datadan kirayotgan bo'lsangiz, agar mobodo APK shunday. APK fayl yoki tushunchak link. Wi-Fi yoqib kiring, shunda ovoz yaxshi bo'ladi menimcha. Wi-Fi orqali kirganingiz yanada. Xo'p, click on a link deyapti. Havolani bosmoq. Havolani bosib kirish, ya'ni boya aytdik buni. Mana bu yerda misolda ham keltirdik. Click on. Click on a random what? Xo'p, ovoz yo'q, dars rekord qatman tashlanadi. Dars rekord, dars tugagandan tashlanadi albatta. Keyingisi. Online scam, online firibgarlik. Bu mana bu phishing scamning bir turi. Ko'rib o'tirmaymiz, ko'rib olasiz. Stream videoni onlayn ko'rsatish, прямой stream qilish. Stream qilish nima bo'ladi? Turli platformalarda bo'ladi. Misol uchun stream on YouTube, YouTube'da stream qilish yokida Facebook'da yokida hozir biz Telegramda stream qilyapmiz. Jonli efirni hech qanday bir edit qilmasdan shundayligicha stream qilish. Hozir biz qanday bo'lsa shunday tashlaymiz. Xo'p, keyingisi buffering, yuklanib turish. Juda ham bir asabbuzar holat bo'ladi. Ko'pchilikda mana internetda yoqadi-da, internetda yoqqaningizda nimalarni zagusi bo'laveradi. Ayniqsa iPhone'larda, Android'larda ham bor shunaqa narsalar. Backgroundda nimalarni tepalarida o'tib turaveradi-yu. Biror narsani qilmoqchi bo'lsangiz yoki demak Telegramga kirsangiz, avto download o'chirib qo'ymagan bo'lsangiz, o'zini yuklab turaveradi. Biror bir fayl ochishga qiynalasiz, yuklab olguncha. Download the file, yuklash, share a file, tarqatish, mute notification, o'chirib qo'yish bildirishnomalarida. Digital detox, mana bu juda ham zo'r so'z o'rtoqlar. Digital detox. Bu ayni hozir sizga va bizga kerak bo'ladigan, hozirgi zamonda kerak bo'ladigan so'z. Raqamli detoks deymiz. Endi bu gadjetlardan xoli bo'lish, gadjetlarni o'chirib qo'yish. Ya'ni gadjetlarni umuman ishlatmaslik. Boyagi birinchi ko'rgan so'zimiz bor-ku, screen time. O'shani limit qilish. So researchers qanday bo'ladi? Researchers advise to apply digital detox once a week at least. Demak, tadqiqotchilar haftasiga hech bo'lmaganda bir marta digital detoxni qo'llashni tavsiya qilishadi. Xo'p, o'zi nima ekan digital detox? Internetni o'chirasiz, Wi-Fi ni o'chirasiz, telefonni qo'yasiz biron joyga, maza qilib dam olasiz o'rtoqlar. Escapism bo'ladi-yu, lirik chekinish. Umuman bir kun davomida foydalanmaysiz. Ishoning, shunaqa miyangiz dam oladi, maza qilib olasiz. Mana shu digital detox deyiladi o'rtoqlar. Tushundingizmi? Ovoz yo'q. Hamma lug'atlarni yaqin holda tashlab bering. Albatta, bor ovoz yaxshi deyapti. Internetingizni tekshirib ko'ring. Internetdan ko'pchilikda internetdan muammo bo'lyapti. Xo'p, tashlab beramiz lug'atlarni. Muammosi yo'q.
Keyingisi AI tools degan, ya'ni sun'iy nima? Sun'iy intellekt vositalari. AI toolslar, misol uchun bizda Sora bor, video generate qiladigan, ChatGPT bor, Chatbox bor. Oxirgisi use AI responsibly. AI dan mas'uliyat bilan foydalanish, ya'ni o'rnida yordam so'rash. Har bo'lar bo'lmas narsalarni so'ravermaslik yoki faqat unga rely on qilib qolmaslik, ya'ni suyanib qolmaslik. Baribir AI bu nima deydi? Vaqt kelganda sizni ziyoningizga ishlaydi. O'zingiz ham bilishingiz kerak o'sha narsani. Xo'p, qisqasi buguncha shu. Bu yerda hozir 30 tani blok qilib chiqdik, lekin aslida sizda ko'proq bo'ladi o'rtoqlar. Mana bu yerda boya aytganimizdek, siz birinchi qiladigan ishingiz flash kartlarni ko'rib chiqing, erinmasdan. Bu yoqda hozir 100 ta bor-ku, mana algoritm degan so'z bor. Yoki malware, buni hali ko'rmadik. Virusga o'xshagan narsa bu. 100 ta ko'rib turishingiz mumkin. Erinmasdan kun davomida ko'rib chiqmang. Digital footprint juda zo'r so'z, juda bu sibir darajadagi so'z. Xo'p, spam, hacker, hacking. Bilasizmi, bu hali ko'rmaganmiz bularni. Bularni o'zi strong passive endi ko'rdik buni. Hozir ko'rgan so'zimiz bu. Big data, share file bor edi. Cyber security. Nima degan cyber security? Mana shuni ko'raylik. Buni biz bitta anosini ko'rib ketdik. Sinonimi. Nima bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Cyber security. Javoblarni yozib qoldiring. Telefon formatda ochsangiz ham bo'ladi buni bemalol. Boya aytganimizdek, demak, kiber xavfsizlik zo'r gap yo'q. Ajoyib. Saytni hozir tashlab qo'yaman. Demak, sidebarga kirasiz. Hozir sinab ko'rsangiz ham bo'ladi. Sidebar eng pastda demak, flashcards. Birinchi qiladigan ish shu. Flashcards. Next, demak, vocabulary test. Bugun kecha xudo xolisa Telegramda o'zida nima qilamiz? Konkurs qilamiz. Aynan nima deydi? Testlar. Telegramda o'zida test ishlaymiz, vaqtga qo'yib, o'sha bo'yicha bo'ladi o'rtoqlar. Tushundingizmi? Hozirgi qiladigan ishingiz, men hozir faylni tashlayman sizga. Faylni tashlab beraman. Mana shu faylni tashlab qo'yaman. Xo'p, demak, faylni tashlab qo'ydim. Video zapis ham tashlayman hozir. Xo'p, savollar o'rtoqlar. Any questions? Kimda qanday savol bor? Or suggestions? Yokida takliflar bo'lsa bemalol. Rekordni o'chirib qo'ya qolaylik, 1 soat ketibdi уже. I want to stop recording this video.